الإنزالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Bugün kelgan dersimiz bo'lsa Al-Allama Al-Faqih Al-Muhaqqiq Abul Husayn Ahmad Al-Quduri rahimahullah yazgan Muhtasar Al-Quduri namlıq bu fiqh kitabının Kitabul Hajar, yani ma'lum sebepler tufayli birovning hesabını pul maldaki tasarruf hukukunu to'g'nitib qo'yish, cheklab qo'yish degan kitobda turibmiz. Shuni ikkinchi darsiga keldik. Endi bugun hozir başlamoqchi bo'lgan masalamiz bo'lsa sinnil bulugh, balog'atga yetish masalasi. Endi shunday masalalarni nihoyatda yaxshi yodda bilish kerak. Ba'zi masalalar boshqa boblarda, o'ziga aloqador bo'lgan boblarda chiqmay, boshqa boblarda chiqib qoladi. Bunda yani abdan kanallarda tizib olsanglar, keyin kerak bo'lganda topalasizlar. Masalan, bir şeyde qancha yosh kelganda o'g'il bola balog'atga yetadi, qiz bola qancha yosh kelganda balog'atga yetadi degan hukm tafsili bayon qilingan. Va bulughul g'ulam, g'ulam degan ya'ni o'g'il bolaning balog'atga yetishi bil ihtilami. Demek 3 ish bilan bo'ladi. 3 ishning bilan bo'ladi. Ya ihtilam bo'lsa bo'ladi. Ihtilam bo'lish degan ya'ni xotin olib tush ko'rsa, tushida xotin olib tush ko'rsa, undan keyin meni chiqqan bo'lsa, shu nima balog'atga yetdi deymiz. Vel ihbal yoki nima bilan ihbal bilan, ya'ni agar u bola masalan xotin olgan bo'lsa, xotin olib tush ko'rmabdi, lekin xotin olib kelib to'ydi kelar, xotin olib bergan bo'lsa, xotin olib bergandan keyin xotini qo'saq ko'targan bo'lsa, buni nima deymiz? Bu bola balog'atga yetdi deymiz. Hatto bir bolaga xotin olib bergan bilan balog'atga yetganligini bilib olmaydi. Xotin olib berishidan. Toki xotinni qo'saq ko'tarmaguncha. Xotinni homildor bo'lmoqcha buni nima demaymiz? Balig demaymiz. Agar ehtilom bo'lmagan bo'lsa. Val inzal ida wati amdi. Agar xotinni qo'saq ko'tarmasa-mu, agar xotinni vati qilgan bo'lsa, xotinni jimo qilgan bo'lsa, inzal, meni inzal olgan bo'lsa, yana nima deymiz? Bu balog'atga yetibdi deymiz. Demak, bu 3 ishni bilib bo'lish kerak. Yoki shayton axloq qilgan bo'lish kerak. Shayton axloq qilib nimani ko'rishi, menini ko'rgan bo'lsa. Yoki xotin olgan bo'lsa, xotinni qo'saq ko'targan bo'lsa, yoki xotinni jimo qilgan vaqtida, vati qilgan vaqtida meni inzal olgan bo'lsa, ondan mush nima deymiz? Balig bo'ldi deymiz. Fa in lam yujad zalik amdi. Hozir masalada agar bir odam ihtilom bo'lmabdi. Xotin olibgan xotinni qo'saq ko'tarmabdi. Ya vati qilgan meni inzal olmabdi. Böyle yukarı şaşkası yüz vermepti. Kaçan bunu andazı balağat gitmemdi, ölgüce sakalı bir şey yetkice balağat gitmemdi ise فَحَتَّى يَتِمَّ لَهُ 18 sene عند أبي حنيفة رحمه الله. Ebi Hanife rahimahullah'ın mezheplerinde o balığa 18 yaş kamil toşkanı kadar 18 yaş kamil toşkanı kadar balağat ki yetmedi değildi. 18 yaş tuşap boğandın ki balog'atga yetdi degan hukm beriladi. Nima degan gapni saqla, ya'ni 19 yosh kelganda. 18 yosh yetimma degan gap, yetimma va 18 degan gap, ya'ni 18 yoshni tugatib 19 qadam olgan chog'da balog'atga yetgan bo'ladi. 18 yoshni tugatmaguncha nima demaymiz? Buni balog'atga yetdi demaymiz deydi. Imom Azam Abu Hanifa rahimahullohning ko'z qarashida. Endi o'g'il bolaning masalasi bor. Qiz bolaning o'chida saqla va bulughul jariya. Qiz bolaning balog'atga yetishi bil hayz bilan bo'ladi. Ya vel ihtilam degan gap yoki madkim vav ev ma'nosida nima da cho'q uchinchisi bil o'zdi deb ma'nosi bo'lmaydi. Ya'ni bilan bo'ladi, uchun bilan bo'ladi. Ya hayz ko'rishlar. Agar 3 ish birlik qilsin mayli. Vav bilan ev ma'nosida kelgan va'ning farqi nima desanglar? Ev bilan buning farqi ma'noda 3 ish birlik qilsin bo'ladi. Tushundingmi? 3 ish birlik kelsin bo'ladi. 3 ishning biri kelsin bo'ladi. 2 kelsin bo'ladi, 3 kelsin bo'ladi, 1 kelsin bo'ladi. Vav. Ev ma'nosida bu g'avvaning farqi. Ammo ev deb kelsa cho'qim
imma hada ve imma hada. Yani ya ma buluş gerek ya ma buluş gerek. Yani ikisi ya güçlü birliklenmeydi. Şunu ama vav'daki ev manasında vav'nın evvel ikisinin farkını mı sanırken mav'da birlik kılıç ihtimallıkın ba ayrım gelsin buludu. Lakin evde çoğum ayrım geliş gerek. Hem bunu farkımışım. Şunun için bu vav'nu geltirdim. Kız balının balagat yetişi bil hayız. Hayız bilen buludu. Yakini bilen ihtilam bilen buludu. Kız balı hiç köken bolsa balagat yetti deyimiz. Yaki ihtilam bilen erkekte gibi çüküren bolsa erkekte gibi çükürüp meni köken bolsa yani ihtilam buldu deyimiz. Balagat yetti deyimiz. Yaki böyle habil erkekte bolsa erkekte gibi hamildar boğan bolsa yine balagat yetti de hüküm kılımız. Fe illem yücet zâlikem hiç khas yüz vermegen bolsa, hiç mi görmeptu, ihtilam bulmaptu, erkekkende kuzak mı kütürmegen bolsa, bunu qamda qanda deymiz, aş qilib ketken, momaylab ketkisi balagat ketmedi deymiz mi? Yo'q. Fe hatta yetimme laha 17 sene. Ta ki onunğa 17 yaş kamil toşmoqcha bunu balagat ketdi demeymiz. 17 yaş kamil toşap bolgandan keyin yani 17 yaş toşap 18 yaşga kelgandan tortib nima deymiz? Balagatga yetti deb hukm qilamiz. Xo'sh, endi ma masalada Abu Yusuf bilan Imom Muhammad rahimahulloh bir tam, Imom Azam bir tamda. Shunaqmi? Lekin fatvo qaysisiga hozir qilamiz. Endi Abu Yusuf va Imom Muhammad rahimahulloh bu masalada bunday dedi. İza tammalil gulami vel jariya. Birinchi Abu Yusuf bilan Imom Muhammad rahimahullohning qarashida o'g'il qizning orasida yo'q, farq yo'q, o'xshash. Birinchi, ma o'xshamaslik ma. İkinci İza temmelil gulami vel cariye. Oğul bilen kızga 15 yaş. Oğul bilen kızga 15 yaş kamil toşsa, tamamlansa değil. 15 yaş tamamlansa fakat belaga. Buna balagat yetken buldu. Yani bunlar 15 yaşını tüketken bolsa, yani 16 yaş gelgen ama buna balagat yetdi hüküm kılınız. Fakat belaga. Ve iza rahaqal gulamu vel cariyetu. Emdi oğul bilen kız bala balagatga yaqinlashsa, rahaqa degan gap, yani balagal bulug degan bo'lsa, nima qarubal bulug. Balagatga yetdi emas, yani balagatga yaqinlab qolgan. Rahiq degan gap balagatga yaqinlab qolgan. Balagatga yaqinlab qolsa va ashkala amruhuma fil bulug, bo'sh kelganligi balagatga yetganlik ishi mushkil bo'lib qolgan gap, yani balagatga yetdimi, yetmadimi? Yani qulmay qolsa, bilgili bo'lmay qolsa va qala bo'sh kelgandiki qad balagna. Bo'sh kelgan biz balagat gitip olduk dese, üç kişi ya kız ya oğlum biz balagat gitip olduk biz dese, fel kavlu kavluhuma. Gap aşksın gibi gaptır. Balagat gitken bulur. Ve ahkamuhuma ahkamul balighin. Boş gelenlerin ahkamı balagat getkişilerinin ahkamı doğruydu. Hoş emde silge muhim boğanı mesela 180. Nima qarag'ma. Tercih degan qavlga. قال أبو يوسف وإمام محمد إذا تم للغلام والجارية 15 سنة فقد بلغ دين قوليا. قال الإمام برهان الأئمة البرهاني وبه يفتى ديد. يعني ما القول ده كم قولان فتوى بالكان أبو يوسف رحمه الله أبو يوسف إمام محمد رحمه الله قولان فتوى بالدو ديد. وإمام النسبي رحمه الله diyen ki 15 yaş İmam Nesefi'nin de 15 yaşlı yetken olsa balagat kiydi doğum depet var böyle. İmam Nesefi Ebu'l Berekat Nesefi rahimahullah yani 16 yaş giyen demez, 15 yaş tüyetken demez, 15 yaş giydi ma balagat giyetti. Ne bozun balagat giyetti. O kız beraber balagat giyetti de hüküm kılımız değil. Sadr-ı Şeria rahimahullah ne deydi o? Eğer heyiz ve ihtilam ve hamildarlık tepilmese ta ki buluğa hatta yetimme lehuma 15 sene. Bu da 15 yaşında çıkazganda ondan ki buluğa balagat giyetti hüküm kılımız deydi o. Ve bihi yufta dedi. Yani muşu kavliler fetva böyle o dedi. Ebu'l Fadl Musili intay muhim. Ebu'l Fadl İmam Musili rahimahullah Ta'lil Muhtar'niki musannifi. El-ihtiyar Ta'lil Muhtar'niki. Ne mi dedi sana? Ve adna muddetin yasduqul gulamu fiha alel bulugh. Yani gulam oğul yani yusaddaqul gulam. Oğul bala ben balagat getdim dese tasdiqlanadigan en tüy muddet 12 sene. 12 yaş. Bu gap en loji gap, şundan muhim gap. Oğul bala ben 12 yaş kelgan bala ben balagat getdim dese tasdiqlanadi, tushunadi. Vel cariye kız bala 9 yaş. Kız bala
9 yaşki men balagat ketdim dese nima yusaddaq tasdiqlanadi. Ve hada huwa al-muxtar. Mush ang muxtar kalam shunoma. Endi biz bu yerda nimani bildik? Demak, qalbaniki balagat yetishishning avvali qancha ekan? 12 yosh. Oxiri qancha ekan? 15 yosh. Endi qiz bolaning avvali 9 yosh, oxiri 15 yosh. Tushundingmi? 15 yoshdan o'tib ketganda balagat ketmedi desa ishonilmaydi. Balagatga yetdingsiz degan balagatning hukmi kelaveradi. Ammo 15 yosh kechdan burun balagat ketdim desa yusaddaq. Ya'ni 12 o'g'il bola 12 yoshdan tortib, qiz bola 9 yoshda. Chunki payg'ambar alayhisalom qiz bolani 9 yoshda namoz o'qishga buyurganlar, o'g'il bolani 12 yoshda namoz o'qishga buyurganlar. Agar o'qimiz chiqib o'tang degan gapning o'zi, ya'ni nimani ko'rsatadi? O'g'il bolaniki 12 yoshda ko'pincha ahvollar shu vaqtida. Payg'ambar zamonasida o'g'il bola ko'pincha 12 yoshdan bo'ldi ekan, balagatga yetdi ekan. Qiz bola 9 yosh balagatga yetib bo'ldi ekan. Chunki u chaqdagi odamlar o'sishi cho'ng bo'lishi ham tez. Hatta Oysha onamizdan Rasululloh qancha yoshda bo'lib kelganda 9 yosh vaqtida. 7 yoshda uylandi, 9 yosh kelganda bo'lib keldi. Hayron qolasizlar. Ya'ni unda kishi qiz bola, bu vaqt kichik emas. Ya'ni 9 yosh kelgan odam hozir 18 yosh kelgan bola o'xshash darajada. Cho'ng bo'lishi jismoniy jihatdan, hamma jihatdan yetilish jihatdan o'xshash. Chunki Buxoriyning hadisida bir hayit kuni payg'ambar alayhisalom masjidda bir qarvay odamlar qilichlarini, najlarini o'ynatib, usul o'ynatdi. Oysha onamiz Rasululloh men ko'rasam bu buni o'ynatibdi. Akilamizlar Rasululloh o'rtirib berdi. Oysha onamiz dedi men Rasulullohning bunday ko'rdim dedi. Keyin orqada turib bunday ko'rdim degan gap, ya'ni Oysha onamizning bo'yi Rasululloh bilan teng degan gap. Tushundingmi? Ya'ni 9 yoshda uylangan Oysha onamizning bo'yi Rasululloh bilan teng degan ma'nosi. Tushundingmi? Bu hozirgi zamondagi gap o'xshamaydi. Shuning uchun ya'ni qiz bolaniki eng baldi balagat yetish yoshi qancha 9 yoshdan boshlanib 15 yoshgacha davomlashadi degan. Bu fatvo. Xo'sh, endi ikkinchi masala bo'lsa al-hajru fid-dayni. Endi qarz haqida boshqalarniki melini biz yuqorida hajrini qanday tushundik? Bir kichiklik sababini dedik, birisi yana birisi qul bo'lish, yana birisi aqli yo'q bo'lish dedik ha. Bu shu 3 ish hajrni vojib qiladigan ish dedik, shundami? Endi bir odam qarz olibdi. Qarz olgan odamning melini tasarruf qilishni cheklab qo'yishga bo'lamdi. Qarzda odamning melini to'ng'itib qo'yishga bo'lamdi shariatda degan masala. Va qala Abu Hanifa rahimahulloh dediki, la ahjuru fid-dayni. Ya'ni men qarz haqida qarzdor odamniki melidagi sarfiyat, tasarruf huquqini cheklab qo'yish hukmini bermayman dedi. Va idza wajabatid duyunu ala rajulin. Endi bir odamga qarz vojib bo'lsa nima gap? Ya'ni qarzning qarali to'ssa. Masalan, qarz berganda qoida bo'yicha 1 oylik oladi yoki 2 oylik muhlat bilan olish kerak qarz. Qarzning shartlaridan biri nima? Qarz olish shartlaridan biri muhlat bilan. Anda muhlatsiz qarz bu la yajuz. Cho'qim muhlat bo'lish kerak. 1 oylik, 2 oylik masalan. Endi xatcha qilish kerak mustahab. Xatcha qilishib, masalan 1 oy vaqt toshdimi, uning gadinga nima vojib bo'ladi? Qarzni topshirish, qaytarish vojib bo'ladi. Va ida vajabati duyun degan gap, ala rajul. Odamning gadinga qarzni qaytarish vojib bo'lsa, va talaba g'uramauhu va uningki qarzi g'urama degan gap qarz egalari. Qarz egalari qarzni suylasa, qarzni talab qilsa, ya'ni va talaba g'uramauhu habsahu. Shuning bilan bu odam qarzni vaqtida qaror tushib, qarzni belgilamasa, qarzni belgilamasa, qarz egalari shu sababdan qoziga nima talab qo'ysa, bu odamni sulab bering val hajr alayhi. Va bu odamni nima qilib misoblarini to'ng'itib bering. Ya'ni buniki meros ololmaydigan, sotamaydigan qilib qo'ying desa, degan talabni qo'ysa degan. Endi asl qoida bo'yicha pulni belgilanmagan odamni habs qilish shaqi bor. Qozi habs qila oladi. Bir odamni pul olib, agar bir masalan 100 ming riyal qimmat pul qarzini tuniga olmagan bo'lsa, buni shu pulni to'lab qo'yguncha turmaga sulab qo'yish nimasi bor, og'azning haqqi bor. Ammo pulni tasarrufotini, pul milini to'ng'itib qo'yish haqqi yo'q. Endi mana nimalar qarzgilari buniki pul milini to'ng'itib qo'ying, sulab bering, zindon sulab bering deb
ikki talabni qo'ysa deydi. Lam ahjur alayhi. İmam Azam Ebu Hanife'nin dağıtıdı. Lam ahjur alayhi. Uniki hisobini to'ng'itish tasarruf huquqini cheklab qo'yish hukmini bermayman dedi. Lam ahjur alayhi. Bermayman. Ve in kana lahu malun lam yetasarraf fihi al-hakim. Ve in kana lahu malun lam yetasarraf fihi al-hakim. Agar chanda uning mili bo'lsa ham, ana pul emasda, puli bor turib ham uni qarziga bermagan bo'lsa ham lam yetasarraf fihi al-hakim. Yani hakim, qozi buning milida o'zi xohlagancha bir taraf qilinmaydi, ololmaydi, sotilmaydi. Hakim buni ololmaydi, sotilmaydi. Walakin biroq qiladigan ish nima? Walakin yahbisuhu abadan hatta yabi'ahu fi daynihi. Biroq hokimlik qiladigan ish nima? Bu odamni, ya'ni qarzdor odamni toki o'zining qarzi haqida, o'zining mol-mulklarini, pullarini, narsini sotmoqcha turmaga solib qo'yadi. Anladın? Abadan degani mangu degan uzun muddat solib qo'yadi. Ya'ni shu qarzini sotib, mollarini sotib qarzni to'lamaguncha turmaga solib qo'yish huquqi bor. Xo'sh, fa in kana lahu darahimu va daynuhu darahim. Agar uniki pulisi darham bo'lsa, tanga bo'lsa, darham bo'lsa, vaqt va daynuhu darham. Uniki fiqh tafsilat va degan gapmaydi. Ammo bizga mutlaq emas degan gap. Agar bu odamniki nimasi quldagi bor puli tanga ekan va daynuhu darahim, bu odamning qarzi nima ekan? Tanga ekan bo'lsa, qadaha al-qadi bi g'ayri amrihi. Qadi buning qo'liga tangini elib qarzigilarga uning amrisiz beralaydi. Va in kana daynuhu darahim va lahu dananir. Endi agar bu odamniki qarzi nima ekan? Tanga ekan. Ammo bu odamning qo'lida shu dananir tilla ekan bo'lsa, ba'ahal qadi fi daynihi. Qadi mushniki yani bu qarzdor odamning qarzini to'lash haqida mushuni bilan tillani sotadi, sotib tangini to'laydi. Ammo bu yerdagi ikki masala, agar anda bo'lmaychi, ikkinchisi pul bo'lmay, qarzi pul buni mollab qolsa, mashina, u bu narsa qolsa, uni qolsa tanmaydi. Shuningmi? Uni faqat sulab qo'yadi. O'sha odamni oxirida sotib, o'zi sotgandan keyin uni kenidan turmadan chiqsa bo'ladi. Chunki hozirni sotib qo'yishgan odam bunday narsa qimmat narsada o'zini sotibsiz deb da'vo qilsa, bu qanday tugamaydi da'vo. Chunki uy sotish kerak. Va qala Abu Yusuf Imom Muhammad rahimahulloh bu masjidda qanday dedi, bunda dedi. İza talaba gurama'ul muflisil hajr alayhi. Hamda muflis degan gap qanday odam? Muflisning qarz egalari. Muflis degan gap o'njoqda fulus qolmagan, iflos odam. Ya'ni o'njoqda fulus qolmagan, qarzga kelib ishimiz qolmagan. Uni keyin qozi bilan deb hukm chiqargan odam iflos deb hukm chiqargan odamlar muflis. Bunda iflos odamlar niki qarz egalari hajr alayhi uniki hisobini to'ntib qo'yishni talab qilsa qozidan hajaral qadi alayhi. Qozi uniki hisobini to'ntib qo'ydi. Ya'ni bir narsa ololmaydigan, bir narsa sotolmaydigan qilib qo'ydi. Va mana'ahu min al-bay'i va at-tasarruf va al-iqrar. Uni bir narsani sotishdan ham to'sab qo'ydi. Va tasarruf degan u narsalarni tasarruf ishlatishdan, tasarruf qilib xayrlashdan, bir narsa elishdan ham bir taraf qilishdan ozod qilish degan hech qanday ishlarni to'sab qo'ydi. Va iqror va boshqa yenidan yana mening qo'limda qarzim berdi, buningda qarzim berdi deb iqror qilishni ham to'sib qo'ydi. Nimish qadis hatta la yadurrabul qurama, qarz egalariga zarar yetkazmasligi uchun. Nimishqa? Chunki bu odam boshqa odamlar bilan birlashib o'ylab, "Mening falonimga qarzim bor, falonimga qarz olganda yo'q qarzini undab chiqarish mumkin." Shuning uchun yangi qarzni iqror qilsa, buni qilinmaydi. Shu qarzni to'lab bo'lmoqcha nima kuchga ega bo'lmaydi. Va ba'a malahu in imtana'a al-muflis. Endi va qozi uning malini sotadi. Agar muflis sotqili bo'lmasa, puliz yo'q odam, qarzni pul qolmagan odam yoki puliz yo'q odam min bay'ihi malini sotqili bo'lmasa, qozi sotadi. Va qassamahu bayna g'urama'ihi bil hisos. Uni shu qarzdorniki qarz egalarining orasida hissa degan gap hammaning o'ziniki nisibisiga baqib hisslarga bilib turdi. Masalan, qanday gap? Masalan, bu odam 10 ming riyal qarzi bor ekan. Ikki odamdan yapti. Bir odamga 7 ming riyal qarz ekan, bir odamga 3 ming riyal qarz ekan. Bu odamniki meli 5 ming riyal sotilibdi masalan. 5 ming riyal sotilgan bo'lsa, qancha puldan birdi? 3 ming riyal pul so'rash 2 ming riyal, 7 ming riyal pul 2 ming beramdi.
Yo'q, anda vermeydi. Hala hissas degan gap, ya'ni 7 million Volkswagen persanga ayirib, 7 million Volkswagen tushliq pul bo'ladi. 3 million Volkswagen uchun persanga ayirib, 3 million Volkswagen tushliq pul bo'ladi. Demak, qancha pulning bari to'g'ri keladi bu holatda deb qanacho? Ya'ni bu masalada shu masalan 10 million qarz olgan bo'lsa, 5 million sotib olgan bo'lsa, buni mayli 7 million bir adamning puli 7 million, bir adamning puli 3 million bo'lsa, 7 million pul odamga 3,5 million, 5 million. 3 million pul odamga 1,5 million. Bu shunday bo'lsa bo'ladi. Hassi bo'yicha pul beradi degan gap emas. Fa in aqarra amdi agar bu odam iqror qilsa shu fi hal hajr, buni hisobini to'g'ritib qo'ygan holatda bir iqrordan falandim men qarz olgan pustandan qarz olganda bir yangi qarzlarni iqror qilsa, lazimahu zalika ba'da qada'i duyun. Iqror qilgan qarzi qachon lozim keladi desa, koni qarzini ado qilib qo'ygandan keyin. Koni qarzini ado qilib qo'ygandan keyin lozim keladi deydi. Endi demak shu qado masalalarida, hukm masalalarida asosan biz Abu Yusuf bilan Imom Muhammad rahimahullohning ko'z qarashini tutamiz. Ko'proq holat. Chunki Abu Yusuf qodi deb qodiyat qudat bo'lgan. Shundanmi? Imom Abu Yusuf qozi bo'lgan. Shuning bilan qozi hukmlarida taqim amaliy jiq tushganlik uchun, jiq sinaganlik uchun Hanafi mazhabida qado masalasida asosan Abu Yusuf rahimahullohning qavliga kuchliga. Shuning bilan fatvo beriladi. Unga va yunfaqu alal muflisi min malihi, ammo muflisqa uning malidan muflisqa va ala zawjati va uning ayoliga va avlodiga va uning kichik bolalariga va zavi arhamihi degan uning chiqim qilishi lozim bo'lgan urug' tuqqanlarga chiqim qilinadi deydi. Xo'sh. Endi bu masala bo'lsa habsul muflis. Ya'ni puli yo'q, qarzga kelib, burada pul mollari tugab ketgan qalanda odamni hapsiga, turmaga sulash masalasi. Va illam yu'raf lil muflisi malun, endi muflisning mali bor ekanligi bilinmasa va talaba ghurama'u habsahu, uniki muflisning qarz egalari uni sulab qo'yishni, zindonga sulab berishni talab qilsa, va huwa yaqul, halbuki uni nima deydi? Muflis la malali, menda pul yo'q, pulimizni jannat bilan ta'minlab, menda pul yo'q deb tursa, habasahu al-hakimu fi kulli daynin. Hakim bu muflisni hamma qarziga binoan nima qiladi? Turmaga tashlaydi. İltazamahu badalan an malin hasala fi yadihi degan gap, uning qo'lida hosil bo'lgan molni o'niga. Uning qo'lida hosil bo'lgan molni o'niga. Masalan, kasamani mabi'in, sotilgan molning puliga o'xshash va badalil qarzning badaliga o'xshash biz qaytargan. Va fi kulli daynin iltazamahu bi aqdin. Ya'ni shu o'zi aqd bilan kelishib, masalan, to'yloq, kafolat, men bu panaga pul oldim degandek o'zi lozim qilgan qarzning hammasiga ham turmaga solinadi. Va lam yahbisu fi ma siwa zalik. Yuqori tilg'alingan ishlardan boshqa ishlarda nimani turmaga so'ralmaydi. Qozi nimani muflisni turmaga so'lanmaydi. Abdan bilib olma gapni. Ya'ni turmaga so'raladigan ishni faqatlam cheklik. Tushundingmi? Habasahu al-hakimu fi kulli daynin iltazamahu fi kulli daynin degan iltazamahu badalan an malin hasala fi yadihi degan. O'zining qo'lida hosil bo'lgan bir molniki o'niga lozim qilgan qarz. Masalan, qanday desa, kasamani bay mabi'. Bir odamdan mol olibdi, u pulisini nisi qilibdi, masalan. Va badal qarz, ya bir odamdan qarz olibdi, qarz pulisini bermabdi, masalan. Unga mol ya mundashildi, bir nima molni nisiga bermagan bo'lsa, ikkinchisi qarz bermagan bo'lsa, mushu yoqda qozi turmaga so'layoladi kimni? Muflisni. Yeni bir turi bo'lsa, bikulida iltizom bi aqdamdi. Savdo kelishim bilan masalan. Mesela to'yloq masalan. Kelishim bilan bo'lgan, aqd bilan bo'lgan, aqddan nikah masalan. Men manga majak to'yloq bilman debdi. Men ayoldim meni elib, men manga 50 ming ayol to'yloq bilman deb olgan bo'lsa, keyin appalafa. Appalda menga to'yloqni bermadi deb tursa, ayol kishi bilib, qoziga men to'yloqni bermadi. Men o'ylab to'yloqni bermadi deb arz qilsa, turmaga qozi sulab qoladi. Xotinini deb turmaga ana sulab qoladi. Taki 50 mingni bermaguncha. Vel kafala. Bir adam kipillabdi. Bir adam manga men kipil. Manga men kipil debdi. Manga men kipil desa, mesela bir adam bir nisiya bilan qilgan bo'lsa, ishlamay qilgan bo'lsa, bir vagin nisiyaga buningga. Chunki buningga men kipil debdi. Bu adam kipil degan adam
keyin avdan pul bergan bo'lsa turmaga manaslaydi. Aqash ketgan bo'lsa. Nima ish qildim hamshada? Chunki men mana 50 ming to'laq bilman. Mana men kepel, mana pul men olaman. Mana pul pakay beribdi degan gapning hammasini nimani ko'rsatdi? Buningda pul borligini ko'rsatdi. Ya'ni, mana degani, menda pul bor. Men sizga qaytara olmayman. To'ylaqni men bera olmayman. Mana men kepel, men bera olmayman degan narsa menda pul bor deganini ko'rsatdi. Ağızdaki ben de pul yok da tuyağanım bilen ki emniyetim şu kan içinde üzerine ben onu tuvalığını kösürdü. Şu sebepten muşu işler, yukarı kadar işlerden kılalaydı o türmüge kazı onu sulap kılalaydı. Ve lem yahbisu fi mazivazalik. Yukarı kıştan başka işlerde onu türmüge sulayamaydı. Mesela kâivetil mağsub mesela. Bulanğan nəsənin ki onu bildiğin nəsə oxşaş mesela. Ve elçil cinayet mesela. Tülemlerinin diyet cinayetlerinin diyetleri. Bizde diyet iki xil böyle diyet ismi. Yani mesela erş. Diyet degan adam o'tirganning to'limi. Adam o'tirmasa, qasddan o'tiramdi, sahvan o'tiramdi, xatodan o'tiramdi, bu nima deb ataladi? To'limi diyet deb ataladi. Arish degancha odamning tishini tugmasa masalan, yo qo'lini sindirmasa, to'laydigan jazoni deb ataladi. Arish deb ataladi. Ikisi farqi shu. Va arish jinoyat. Va jinoyatlarni to'lamlariga deb bulangan malniki o'rniga berilgan malni deb nima qilinmaydi? Turmaga tashlig'ili bo'lmaydi. İlla en taqumul bayyinatu anna lahu mal. Bunda şekilde ma cinayet ötküzgen adamning tödeydigan puluga, bulangan malın tödeydigan puluga qachon turmaga sulalaydi faqatlam hujjat uning mali bor ekanligini, uniki pul bor ekanligini isbotlansa qarzigilari shu chaqda turmaga sulalaydi. Lekin isbotlanmasa turmaga sulamaydi. Endi ve ida habasahu al-qadi em xo'sh, endi yuqori şekilde qadi buni turmaga tashlabdi, shahrayn 2 ay yoki 3 ay sa'alal qadi an halihi. Qazi uning ahvolini so'raydi. Qanday bo'ldi bu pulni qaytarib da'vatamdi deb. Fa illa yankashif lahu malun khalas. Agar 2 ay 3 ay solab bo'lgandan keyin uniki mol varligi chiqmasa, echilmasa, uniki qazi uniki yo'lini xoli qilib beradi. Mesela pul tepib qaytaradi. Va kadalika ida aqama al-bayyinata annahu la malala. Ya'ni va shuningdek nima, ya'ni 2 ay 3 ay solmasinmi, qarzdor o'zining mali yo'q ekanligiga isbot turg'iza olsa, dalil isbot turg'iza olsa, yana uni qo'yib beradi. Demak, bu masalani anda qarzlarni endi deb beradigan masala emas buni. Buni faqat qozi o'zi biladigan masala. Bo'lmasa 2-3 ay turmay deb men qo'yib bergan qo'yda falan pulni qaytarib olmaydi. Maqsad o'shani bir agar puli bo'lsa 2-3 ay turgandan keyin tabiiy hujjan men turmay deb qilchilik to'laydi uni. Demak, bu masaladan 10 riyal, 20 riyal, 100 riyal degandek kichik pullarni turmay sulash yo'q. Chuqur shu turmay sulug'idek ayna pul bo'lish kerak shuniki miqdori. 4 tal pul so'ranmaydi. Undan keyin hamda hozir yana bir masala bo'lsa, qarz egalarininki muflislab qolgan odam bilan, ifloslab qolgan odam bilan elib bergan tasarrufotlar deydi. Va la yahulu baynahu va bayna ghuramaihi ba'da khurujihi min al-habs. Endi qozi bu odamning orasi bilan uning qarz egalarining orasini habsdan, turmadan chiqqandan keyin to'sab qo'ymaydi. Ya'ni sen chiqilmaydi demaydi qozi, "Madem chiqilmanglar" degan gapni qilmaydi. Yani ve yulazimunahu. Yani gap bular mushu qarz ikini lazım tutadi. Yani tekki yotqanlarni egilib, qarzdorniki ishkini oldiga selib yotadi. An taloqchisi chiqdi, kaz keladi, basi bordi, kaz keladi, nima qilish uchun pulni olish uchun. Tushunarmi? Qarzni olish degan bir mas'uliyat. Chunki bu qarzni olmasini bo'ladi, zakot keladi qarzga. Zakotni kim to'laydi? Zakotni kim to'laydi? Ulamo to'laydi. Tushunarmi? Qarzni egasi to'laydi. Çünkü bu pul kimden? Qarz egasidan. Bu qarzni olmasa zulm bo'ldi bunga. Chuqur buni qarzni elish kerak buni tutib. Shu qarzni elishmi muhim, qarz berishmi muhim, savob bo'lgan, qarzni elishmi muhim bir masala. Shunga billa uyga yotadigan gap ham. Yatib qopsa qopab, bozor qo'yib, aynda qilib pul tasbiqatni avion yo'q hisob turgan gap. Va lazim nima demoq. Wala yamna lekin wala yamna'unahu min at-tasarrufi va safar. Ammo uni bilmag'ida bo'lsa, ammo uni tasarruf qilishdan, bayasini elishdan, setishdan ve sefer kılıçtın, ticaret kılıçtın, sefer kılıçtın tosmaydı. Ve ya'khuduna fadla kesbihi. Onun kendin mülazimenin mezide ortadaydı. Yani bu qarzdorniki kesb qilib topgan pulning ortiqini oladi. Yani ortiqini degap yani hojati aslini oshqidan, hojati aslisi bo'ldi uning. Yani o'ziniki yeydigan, o'lmugidek yeydigan, yalang'och qamug'idek kiydigan, balavoqlarniki o'lmugidek yeydigan, yalang'och qamug'idek kiydigan
Haceti eslisinin ziyade pulları olsa bunu yaptırdı bir kadın. Yaptırdı. Ve yakuduna fadla kesbihi. Feyuqsamu beynehum bil hisas. Ama bu tabi o pul ulan arasında hessiga ayırıp taksim kılındı medigen bu için. Cık az. Ve kâle Ebu Yusuf. Ebu Yusuf İmam Muhammed Rahimahullah dedi ki İzâ fellesehul hakim. Eğer bu muflisine hakim madem pul sezip ilan çıkıravatkan bolsa hâle beynehu ve beyne guramâihi. Hakim bu kariz davalen kariz ilgilerinin arasında tuzak koydu. Bunu mülazime kılıç koymaydı. İlla en yuqimul fakat lan ular yani kariz ilgileri onun kuluğu pul kirgerlikini onun kuluğu pul kirgerlikine ait delil ispat gösterip alırsa şu çağda anda mülazime kılsanlar bulundu deydi. Bu amde ve la yuhceru alel fasiki fasıklık kemeli çeklep koyulmaydı. İza kana muslihan limalihi diye üzünün melini ıslah kılıdığan, melinden buzup çeçip atmaydıgan bolsa fasık olgan bilen bununki meliga meli toğutup koyulmaydı bununki maldaki tasarruf hukuku. Demek ki bunu diyen gep sanın çünkü bazı mezheplerde fasık bolsa fasık adamdaki mi hesabı toğutup koyuldu diyen mezhep var şu an. Fasıklığı işimiz yok bizde. Fakat 3 tane şart var aynı. Şu şart küçük olup kalsa, aklı olup kalsa, bir kul olup kalsa. Vel fiskul asli emdi. Asli fasıklık diyen gep yani küçük cıgıntığı fasık kem adam. Vel fiskut tarih diyen gep. Şimdi küçük cıgıntığı abdanken çoğun alıp eski olup kaptı, fasık olup kaptı. Onda oğlan bu sabah beraber hükümde, beraber. Ve men eflese ve indehu meta'un li reculun bi'in emdi. Muhammed'in içki mesela yakında adam efles diyen gep muflis olup kaptı. Ve indehu meta'un li reculun bi'inihi. Onun kaşıda yeni bir adamın muayyen bir meli varken bir adamdaki şirkette ziyan tatip şirketi veyran bulap ödes kalende olak gitsin ama lakin bu adamın kulu da falanın ki mesela tümül belginin ki ben sizin ağam malının üzü varken kalesi ağam malının üzü varken ama ibta'ahu minhu yunset vakan malının üzü varken fesahibul meta'i usvetun lil gurama aşı malının ilgisi başka kalesi ilgilerine usvet diyen tebe bunun diyen gel yani başka kaleciyle böyle okşaş. Bunu kimler mal mülkide. Oturma belki bu. Mal mülki. Mal mülki ben diyemeydi. Kandak kıldı o. Muşum alım yeni çeçip hissisi bu içe tartıp veriyordu. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin.